Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan xuddi shu narsani birgalikda yasashni o'rganamiz. Qanday darsni boshladik. Sizlar bilan o'tib dasturchi YouTube. Keling hamma yozgan kodimizni o'chiramiz. Monitorni tiniqlashtirib Shift 1 ochamiz va Google'ga o'tib oldik. Google'imiz topdi. Hop, endi bu yerda bizda bosma hozir mana ikkita oynaga bo'lib oldik. Aytaylik nuqta wrapper degan div, ya'ni class nomi wrapper. Hop, uni ichida bo'lsin my green degan div. O'rtasida bo'lsin blue, ya'ni ko'k. Va yonida bo'lsin magenta degan rang. Yani shunaqa bo'li ranglarning inglizcha nomi, bu esa divlar, ya'ni class nomiga shularni berdik. Hop, endi title tagidan style deb ochib ketsak bo'ladi ham. Hop, bu yerda birinchi o'rinda margin padding box burden box ko'ramiz va e'tibor beramiz. Biz birinchi wrapper chaqiryapmiz, shuning uchun tartib bilan wrapper chaqirib qo'yamiz. Va yozuvchi kod yozmay turamiz. Nuqta green blue qilamiz. Unga aytaylik widthga 100 piksel, yo'q 50 piksel, height'ga 100 piksel. Background color yellow green ekan. Hop, refresh bersak mana chiqdi. Hop, endi shuni Ctrl C qilib pastga tashlab bu nomini blue ga o'zgartiramiz va bu rangini ham blue ga o'zgartiramiz. Hop, endi keling shuni nima qilsak bo'ladi. Biz eng yaxshi va enini keling 100 qilamiz. 100 height bo'lsa menimcha yaxshi. Mana buni 50 qilamiz. Hop, endi hop, buni magenta ekan, magenta, o'ylayman magenta so'zini kiritamiz. Endi bunga ham shu saytni beramiz. Hop, endi bizda 3 ta divimiz bor. Qaranglar, e'tibor bersanglar, biz hayotini har xil bergan xulosli div elementlarimiz blok ko'rinishida pastga tushib ketyapti. Ya'ni bu elementlarimiz, div elementlarimiz blok holatida. Buni endi biz blokdan olishimiz uchun, ya'ni yonma-yon qilishimiz uchun displayFlex ko'ldan foydalanamiz. displayFlex elementlarni yonma-yon qiladi. Keyin shu bizlarni kamaytiraylik. Buni 50 qilamiz. Yaxshi 50 bo'ladi. Hop, endi shu yerga align center qo'yamiz. E'tibor bersanglar, displayFlex hammasini yonma-yon qildi. Ya'ni blok elementlarimizni ochib yonma-yon qilib berdi. Align items o'rta o'zidan katta bo'lgan divni o'rtasiga joylashadi. Aytaylik, shu divni o'zi bo'lganda biz bodyga, ya'ni shu tanasiga displayFlex align items center deganimizda shu mana bu yerga kelgan bo'lardi. Ya'ni shu o'zini ota elementini o'rtasiga keladi. Endi justify content center degan kodimiz bor. Bu asosan elementlarning markaziy o'rtada gap keladi. Xo'p, biz shuni mana bu yerga olib kelmoqchi bo'lsak, shunga
e'lon idimiz center beramiz. Yo'q, adashib ketdim. Height'ga 100 UH beramiz. Bu height 100 UH degani, ya'ni bo'yiga 30 UH, ya'ni o'rtada joylashadi degani. Yani şu body tanamizning o'rtasida joylashadi height 100 UH. Hop, agar shunga display place berib e'lon idimiz and bersak nima bo'ladi? Hech farq bo'lmaydi. Agar e'lon idimiz center shunaqa do'stlar. Bugungi o'rgangan ma'lum shu display place e'lon idimiz center justification center height 100 UH. Keling shu yangilik bo'lsin, yana bitta narsa qo'shib aytaylik. Wrapper tepasidan H1 salom yo'q. OZB dasturchi chunki buning tagidagi narsalar bu matn emas, bu elementlar. If agar bu yerga br qo'ysak nima bo'ladi? Afsuski bunda ham hech narsa bo'lmaydi. Hozir aytib o'tganimdek, bular elementlar. Lekin shu h1 ni wrapperdan tashqariga olib qo'ysak nima bo'ladi? Mana bu yerga kelib qoladi. Endi biz ham wrapperdan h1 deb qo'ysak va variable bosib qo'ysak, mana shunday formatda keladi. Endi shu 100 pH'ni margin top 10 piksel berib qo'ysak, mana tepadan sal 10 piksel suriladi. Bora yana 40 pikselmi yo'q 100 pikselmi, mana shunaqa. Hop, asl margin top degani tepadan surish degani. Hop, shularni hozir o'rgangan mavzularimiz. Hop, keling endi oddiy o'tgan kodlarimizdan foydalanib h1 istab beramiz. Aytaylik, kodlarini aqvo qilib, mana font familiyasini shuni yerga tiramiz. Aytgancha sizlarga zo'r narsa o'rgataman. Qaranglar, e'tibor beringlar. Bizga hozir shu yozgan kodimiz shunday ko'rinishi mumkin. Endi shuni ustiga olib borib, mana yerga bosib, mana shu yerdan xohlagan fontingizni tanlab olsangiz bo'laveradi. Mana font family. Bunday qilsanglar o'zi yozuv turlari almashaveradi. Mayda ham kodimizda ham shuni tanlab yoqqan olamiz. Misol menga shu yoqdi. Font family sans serif ekan. Shu yerga bunday ochib sans serif deb qo'yamiz. Mana e'tiborga chiroyli ko'rinishi kerak. Hop, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Biz xudo xolasa 50 ta, 100 ta, balki 1000 ta ketamiz. Sizlar bilan o'zida dasturchi YouTube bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.